Şu kolektivimiz nomidan şu 2 yoshni tabriklayman hamda shu 2 yoshga baxt tilayman. Hamisha baxtli bo'lsin. Do'stlar, davramizning mehmoni bo'lin. Mana bugun 2 yoshning nikoh kechasi. Bugun ushalmoqda orzular, o'ylar, yanada yangrasini qo'shiqlar, kuylar, hamma yaxshi tilaklar so'ylar, qalbimizda yaxshi niyat o'ylar, qutlug' bo'lsin kelin-kuyov to'ylar deb turgani aziz mehmonlarimizdan, qudalarimizdan Erkinboy og'asini davramizga taklif qilamiz. Mana bugun 2 yoshni baxtli kechasida o'tirgan ekanmiz. Avvalambor ularni otasina, anasina mingdan ming rahmat. Shu 2 yoshni o'stirib, ulg'aytirib, boyaytirib, murodini ko'raman deb mana shunday katta to'y vazimat o'tirgan otasina mingdan ming rahmat. Shu o'tirgan hammaga shunday yaxshi kunni men ham istab qolaman. Shu 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat, Xudoim shular o'zidan ko'payib, baxtli bo'lsin. Kelgusi shu yillar shularning o'g'ilmi, qizmi, farzand to'yida o'tirish hammamizga nasib etsin. Bo'lsa o'g'il, qizsa qiz, lekin niyatimizda shu o'tirganlarning hammasi Xudoim o'zi qo'yaversin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Yana davramizda qudalarimizdan Janjavoy og'asi bormi? Janjavoy og'asining yaxshi istaklarini, ajoyib tabrik so'zlarini kelin-kuyovlarga baxshida qildi. Marhamat. Bugun biz singlimizda shunday yaxshi kunda o'tirgan ekanmiz. 2 yoshaman. Baxt, saodat, uzoq umr tilayman. 2 yosh baxtli bo'lsin. Shu xonadonlar ilohim baxt topgan bo'lsin. Shu xonadon shu uchun mana shu xizmat etib o'tirgan ekan. Shu el yuzi ayraq yurishga yarashsin. Shu elga yarashgan bir nima bo'lsin. Eshitdik, bugun bo'lar ekan to'ying. O'zga bir uyga bo'libsan beka, azizim qutlayman qutlug' qadaming, to'abat turmushdosh bo'lib qolish kunga. U seni kafta ko'tarsin, baxtli bo'l ey kelinchak. Sen ham ona bo'l, alla ayt, tebrat belanchak. Baxtliman shu 2 yoshlar, doimo baxtli bo'lsin. Shu xonadon yuz yorug' bo'lgan do'stirxonlar yaxshi kun olsin. Rahmat, bir chiroyli qarsaklab bo'lsin qudalarimizda shunday yaxshi istaklar bilan. Mana shu og'alari yaxshi kunlarda, ajoyib to'ylarimizda mana shunday qilib dik turib xizmatlarini qilaversin. Biz mehmonlarimiz shu aytgan so'zlari yaxshi kunlarida qaytaversin deymiz. Yana bugungi to'yimiz, bugun kechamiz davom qilib o'zlarining yaxshi istaklarini bildirish uchun to'yimizda ishtirok etgan Sotimboy degan og'asini davramizga taklif qilsak. Aziz mehmonlar, ana shuningdek yaxshi kun, shu to'y bo'lsin, tomosha bo'lsin, hammangizning chehrangizda kulgi ajratib o'tiribsizlar. Shu yaxshi kunni hammangiz ham tilaymiz. Hammangiz ham uyingizda shunday yaxshi kun bo'lsin. Shunday yaxshi kun bo'lsa, sizlarga o'xshagan, bizlarga o'xshagan yigitlar, qizlar shunday yaxshi kunda xizmat etadi. Shu hammangizning ham shu sunnat farz to'ylaringizda, yaxshi kunlaringizda qo'ldan kelgan xizmatda ishlayveramiz. Bo'linglar, sog' bo'linglar. Shu Erkinboy bilan yana shu kelin baxt keltirgan bo'lsin shu xonadonga. Yulduzi yarashsin. Hamisha shu boshqa tili yumshoq bo'lib, shu yaxshi kunlarda xizmat etadi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha yurgan yo'llaringiz oqosini, martabangiz, ziyodasini haydaysiz, ajoyib mashinalar bo'lsin deymiz. Yana bugungi to'yimiz, bugungi kechamiz davom qilib, mana shu ikkalashni muborakbod qilish uchun yana davramizda ishtirok etgan, yana bir marta so'zlayman deb turgan aziz mehmonlarimizdan Gulsar opamizning Nukusdagi yana bir marta yaxshi so'zlarini, ajoyib tabrik so'zlarini baxshida qildi. Marhamat Gulsar opa. Niye qarab o'tiribsizlar? Niye o'ynamaysizlar? Niye qiziq turmaysizlar? Qizgadir voy, bayav. Xudoydan kelsak, nega o'ynamaysiz? Nega kulmaysiz yaxshilar? Bo'lmaydi bu. Yashang. Bu kulga degan 7 ming kelganda bo'ladi. Ana, Ergash Karimov paydo qiladi.
olacaksın. Kaytadan bala tuğanday bulasın. Ah, neye güldünüz? Ya neye güldünüz? Ben Ekrem'in, apamın en kichkintay gelini bolası. Ben en yaxşı göredim, en kichkintay Ekrem. Xudayım bak dilimden. Xudayım ikisi ağzı bir çelikli boğayın. Koşa karrıgıyla. Ebelli çibili boğayla. Şu Ekrem bilen apama hizmeti köp bolsun. Kançalı ben Ekrem'e apama hizmet etse, Xudayım üzerine kaç kayırdayım. Şu yerde oturanın hem yigit kızlarının yaxşı günlerinde, toylarında, ağzı bir çelikte hem muhakkak toy bulsun. Baktlı mısınlar? Koşkanı bilen koşa karınsınlar. Yaşlasınlar, yaylasınlar. Tut. Gözüm timege Xudayım. Koşa karıgıysız. Ben öyle koşuk aytamam. Bilgenimi açışım gerek. Bir yerde aytamam, bir yakta aytamam. Ne gerek? Özümü ülkemni toyunda aytmaydı eken ben. Uy bayağı. Keramet diyeyim yanına. Keramet deyip diyoruz. Koskatayık, kesiyor mu? Verme kesiyor. Geçiş. Ekev! Apa, kutlu musun? Xudayım rahatı büyürsün. Mehriban boğay Xudayım gelini. Söylemezse söylemesin. Başkaları. Baktlı boğayla. Eke canım, apa. Xudayım baktlı boğayla. Hizmeti büyürgün Xudayım. Kutlun bulsun o toylarına, yana bulsun ey toylarına. Kazanın diyor, may kaynasın ey, kullanın diyor, çay kaynasın ey. Yana bulsun toylarına, hav hey, hav hey, hey hey. Töründe ya oynasın, edeninde ya himmet. Hav hey, hav hey. Ağya toğalarım yana bulsun ey toylarım. Yana gelsek ey toylarım. Gelin. Söyleşecek misin? Yine söyledi onu. Benim bir halam var. Kiçkintayına. Apamla halamla da kiçkintayı. Kaytadan söylemeli. Söylesin.
İndi söyleyecek geliyor. Aklımı kalktı. Nikah to'lanma o'tgan ekanmiz. Nikah to'lab Tekshirmayimni, Rajibin opamni, Kenjatoy, Erkatoy, bolasi. Ular ikkisi o'sha qarishsin. Buraydan hamma aytadi. Jinnuriy talab qiladi. Jinnuriy. Sizdan iltimos.
Singlimizin toyunda şimdi yaxshi günler o'tirgan ekanmiz. Xudoyim shunday hammaga nasib etaversin. Birinchi navbatda shu sog' salomat. Ikki ukamizga shu baxt tilaymiz. Endi shu yillar Xudoyim xudolar shu qo'shnasindan 5 ko'tarib kelaversin. Hamma to'y olsin. Ne deymiz? Baxtli bo'linglar. Shu. Rahmat sizlarga baxtli bo'ling deb yana davramizga har ikki yoshni tabriklash uchun qudalarımdan Chinigul opamizdan ham so'zlar tanlasak marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Yine Meşhur Beken bilen Necmi Yapamı inde toy eken toylar mübarek olsun. Daim 2 yaş baxtlı bulup, oğlu kızı köp bulup, şu kudalarımıza hizmeti buyursun, baxtlı gelin olsun. Bo'lsin sulkaysiz davrona, sizga yor bo'lsin Hazrat Polvon, Meşhur Beka Hajibek apa, bugungi kelin to'ylaringiz muborak bo'lsin. Tog'lar boshini kaplab yotirib boqqora, dilimizda qardan yuksak quvonch bor. Tilagimiz qardan ham oq beg'i bor. O'ylagan o'yingiz muborak bo'lsin Meşhur Beka, bugungi kelin to'ylaringiz muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilar. Bu bizni genç tayfalarımız Erkinboyning nikah kechasida o'tirgan ekanlar. Bu 2 yaş kelinimiz hem kızımız. Bular baxtli bo'lsinlar. Qo'shqani bilan qo'sha qarrisınlar. Ava. Mana shu xonadonima baxtat kelgan bo'lsin, shu kelinimiz, qizimiz. Ava. Ömürleri uzak olsun. Ava. Şu yil günem ayak yüzü yarashsin. Ava. Şu gözlerim, şu tapkanı, şu toyuna nesine buyursun. Ava. Şu oturgan ağaylere, şu yar dostlarım hamma yaxshi gün bersin. Yaman günü tap şunday olup ötsin. Ağayım mı? Karındaş mı? Ava. Tapkanı yaman gün asla görmesin. Ava. Ömürler uzak olsun. Rahmat Meşhur Beka salomat bo'ling. Hamisha xonadoningizda yaxshi kun bo'laversin deb davramizga yana kuyovimiz Erkinboyning xolalarimdan, onalarimdan Nurjon onamizni, Oyimjon onamizni xatda Solihajon onalarimizdan dil so'zlar tinglasak marhamat. Rahmet bana. Şu gelinim bilen balam uzak yaşayı, öngi, özki. Şu xonadona bereket hep diyen boyu, baxt hep diyen boyu. Menin de ağdık, çoğuluk, yoğuluk görgü. Xudayım balam bilen gelinim, mudamırı yaxşı gününü murad maksuduna yetki. Yaman gününü sıra görmeyi, yaxşı gününe müyesser etti. Baxtlar onu önü bildiler. Mübarek olsun toyları, ükemli, gelinli toy mübarek olsun. Ayak yüzü yarasın. Evvelem şu ükem 10'unu bitirince balam 10. sınıfını bitirdi de kuvandınız. Olsun okuşa gitti, okuşunu bitirip geldi sağ aman. İndi Xudayım öğlensizdiniz, ayak yüzü yarasın. Kutluk adam gelin boğuy, iyine güne. Kutluk adam boğuy, sıra yaman gün görmeyimiz. En yaman günümüz inişimde olup ötki. Kutlu mübarek olsun. Şu xonadonga qutlug' qadam bilan bo'lib kelgan kelin bo'lsin. Akam bilan yengemga hamisha xizmati buyursin. Baxtli bo'lsinlar. Xudoyim Xudamın vaqtları bo'lsin. Qolgan kelinlari mehr muhabbatli bo'lsin. Xudoyim hamma vaqt uyunda to'y bo'lsin. Vaqti qo'ychilikqa tapqani hamma vaqt o'zining to'yini buyursin. Bolalarning yaxshi kunni ko'rsin. Hamma vaqt shunday tapqanini to'y berib vaqti qo'ychilikda hammasini chunga solsin. Xudoyim ömürleri uzak bo'lsin 2 yoshning.
Baxtlı olsun. Koşkanı bilen koşa karlısın. Ömür yaşı uzak olsun. Bize bir aktık, çavluk görüp yine ben çocuklar 85 yaşta. Kudayım bularda hunlanam köp yaş versin. Hava. Hemen ağayım tuğanda şünçelli yügürüp yuvartıp hizmet edip şimdi gelini alıp geldi. Seyathan, erkin bayım, baxtlı olup kuşa karın. Öyle siz, baktınız bugün, iyi de günü ayak yüzünüzü yansıtıydı gayet. Karındaş doğularım, ağaya doğularım, şu hizmet ettirgen dosyalar, ballarını dosyaları, hemmeyiz şu güne getirgin, baxtlı bugün. Burası Cesamet.
Gözünüz ananı aç birazdan. Yigit kız avucu. Yerimiz koş, başla bu oldu tamam.